Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy, tushunarli va aniq qilib tushuntirib beraman. Gap har bir pensionerga 1.500 ming so'mdan pul berilishi haqidagi xabarlar. Yangi tafsilotlar va odamlar orasida tarqalayotgan savollar haqida ketadi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda pensionerlar internetdagi xabarlarni to'liq tushunishga qiynaladi. Ayrimlar esa shoshilib noto'g'ri joyga murojaat qiladi yoki firibgarlarning gapiga ishonib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar bu pul olishi mumkin, kimlar shoshilmasligi kerak, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak, eng muhimi nimadan ehtiyot bo'lish zarurligini batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida yetib bo'lsa, ko'p odamlar o'z haqini yo'qotmaydi. Avvalo, eng asosiy savolga javob beray. Odamlar nima uchun xavotirda? Sababi oddiy. Pensionerlar orasida har bir pensionerga 1.500 ming so'mdan berilar ekan. Pulni olish uchun ariza yozish kerak ekan. Kartaga tushar ekan. Kimdir ro'yxatga yozdirib qo'ymasa, puldan quruq qolar ekan degan gaplar tarqalmoqda. Bunday xabarlar odatda juda tez yo'yiladi. Ayniqsa mahalla, bozor, avtobus, telegram guruhlar va qarindoshlar orqali. Oldin qanday edi? Oldin pensiya to'lovlari odatda belgilangan tartibda, ya'ni har oy pensiya miqdori bo'yicha berilar edi. Agar davlat tomonidan qo'shimcha yordam, kompensatsiya bayram puli, moddiy yordam yoki bir martalik to'lov belgilansa, bu alohida qaror yoki rasmiy xabar asosida amalga oshirilardi. Ya'ni bunday pul o'z-o'zidan og'zaki gap bilan berilmaydi. Har qanday qo'shimcha to'lovning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Prezident farmoni, hukumat qarori, tegishli vazirlik yoki jamg'arma tartibi yoki mahalliy hokimlik va ijtimoiy himoya organlari tomonidan tasdiqlangan ro'yxat. Hozir nima o'zgardi? Hozir aholiga ijtimoiy yordamlarni manzilli yetkazish. Pensionerlar va ehtiyojmand oilalarni elektron bazalar orqali aniqlash, mahalla orqali ro'yxatlarni tekshirish, bank kartalari orqali to'lovlarni amalga oshirish kabi tartiblar kuchaygan. Shu sababli odamlar ko'pincha har qanday pul beriladi degan xabarni darhol umumiy to'lov deb qabul qiladi. Aslida esa har bir xabarni alohida tekshirish kerak. 1.500 ming so'm miqdoridagi yordam ham aynan qanday to'lov? Kimlarga tegishli? U avtomatik tushadimi yoki ariza talab qilinadimi? Bularni rasmiy manbadan aniqlamasdan turib xulosa chiqarish noto'g'ri bo'ladi. Men ekspert sifatida bir narsani aniq aytaman. Pensionerlar pul masalasida shoshmasligi, lekin befarq ham bo'lmasligi kerak. Shoshilsa firibgar qo'liga tushishi mumkin. Befarq bo'lsa, haqiqatan ham tegishli yordamdan kechikib qolishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki. Xabarni eshitdingizmi? Darhol rasmiy manba orqali tekshirasiz. Keyin kerakli hujjatlarni tayyorlaysiz, so'ng vakolatli joyga murojaat qilasiz. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshi ulug' pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganlar, boquvchisini yo'qotgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bu xabarni albatta tekshirtirish kerak. Chunki amaliyotda qo'shimcha yordamlar ko'pincha aynan ijtimoiy ahvoli og'irroq bo'lgan fuqarolarga yo'naltiriladi. Masalan, bir pensioner onaxon bor deylik. Uning pensiyasi 920 ming so'm. U yolg'iz yashaydi. Uyida boshqa ishlaydigan farzandi ro'yxatda turmaydi. Kommunal to'lovlari bor. Dori-darmon xarajati oyiga 300 ming so'mdan oshadi. Agar davlat yoki mahalla tomonidan ehtiyojmand pensionerlarga 1.500 ming so'mlik bir martalik yordam ajratilayotgan bo'lsa, bunday onaxon ro'yxatga tushishi ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Lekin u uyda o'tirib menga ham tushar ekan deb kutib qolmasligi kerak. U mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qilib, o'z holatini tushuntirishi kerak bo'lsa, hujjatlarni ko'rsatish kerak. Ikkinchi misol, bir otaxon pensiya oladi, lekin u farzandlari bilan bir uyda yashaydi. Farzandlarining biri rasmiy ishlaydi, biri tadbirkor, uyda avtomobil bor, oilaning umumiy daromadi yomon emas. Bunday holatda agar yordam ehtiyojmandlik mezoni asosida berilsa, otaxonning o'zi pensioner bo'lgani bilan oila daromadi hisobga olinishi mumkin. Demak, men pensionerman. Demak, 500 ming so'mni olaman degan xulosa har doim ham to'g'ri emas.
to'lovning sharti qanday belgilanganiga qarash kerak. 3-misol. Bir pensioner ayol nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qiladi. Uning o'zi pensiya oladi, farzandi ham nafaqa oladi, lekin xarajat juda katta. To'g'ri qatnov, tibbiy tekshiruv, maxsus oziq-ovqat. Agar qo'shimcha yordam ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun bo'lsa, bunday oilalar albatta o'z holatini mahallaga bildirishi kerak. Ko'p odamlar baribir bermaydi deb bormaydi. Men bunday yondashuvni noto'g'ri deb hisoblayman. Murojaat qilmasangiz, sizning holatingiz ba'zida to'liq ko'rinmasligi mumkin. 4-misol. Pensioner bank kartasi orqali pensiya oladi. Unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi va sizga 1500 ming so'm tushirishimiz uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini yuboring deyishadi. Mana shu eng xavfli holat. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, mahalla xodimi ham, pensiya jamg'armasi vakili ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki, bu firibgarlik. 1500 ming so'm olaman deb kartadagi barcha pulingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. 5-misol. Ba'zi pensionerlar pensiyani naqd pulda oladi. Bank kartasi yo'q yoki kartadan foydalanishni bilmaydi. Agar to'lov bank orqali amalga oshirilsa, ularga karta ochish kerak bo'lishi mumkin. Lekin karta ochish uchun ham faqat bank bo'limiga yoki rasmiy bank ilovasiga murojaat qilish kerak. Ko'chada, Telegramda men yordam beraman degan notanish odamga pasport ma'lumotlarini berish xavfli. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek vaqtida tushayotgan bo'lsa, hech kim sizdan arz talab qilmagan bo'lsa, mahalla yoki rasmiy idoradan chaqiruv bo'lmagan bo'lsa, internetdagi bitta xabarni ko'rib vahimaga tushmang. Eng avvalo tekshiring. Hamma pensionerga bir xil to'lov belgilangan bo'lsa, bu haqda rasmiy kanallarda aniq yoziladi. Agar faqat ayrim toifalarga bo'lsa, unda shartlari ko'rsatiladi. Hamma oladi. Faqat tez ro'yxatdan o'ting degan xabarlar ko'pincha shubhali bo'ladi. Yana bir muhim jihat, 1500 ming so'm degan miqdor odamlar uchun jiddiy pul. Pensioner uchun bu bir oylik dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki qarzini yopishga yordam berishi mumkin. Shu sababli bunday xabar hissiyotga ta'sir qiladi. Firibgarlar ham aynan shu hissiyotdan foydalanadi. Ular bugun oxirgi kun, hozir yozilmasangiz olmay qolasiz. Men sizni ro'yxatga qo'shib beraman. Oldindan 50 ming so'm xizmat haqi yuboring kabi gaplar bilan aldashi mumkin. Men aniq aytaman. Davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordam uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Agar kimdir oldindan pul so'rasa, juda katta ehtimol bilan bu firibgarlik. Endi qoidalarda uchraydigan istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, pensioner degani bitta toifa emas. Yoshga doir pensioner bor, nogironlik pensiyasi oluvchi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bor, harbiy pensioner bor, ijtimoiy nafaqa oluvchi bor. Har bir toifa bo'yicha to'lov shartlari farq qilishi mumkin. Agar xabarda pensionerlar deyilgan bo'lsa ham, rasmiy hujjatda aniq toifa ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, doimiy yashash joyi. Ba'zi yordamlar mahalla yoki hudud bo'yicha shakllantirilgan ro'yxat asosida beriladi. Agar pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, uning holati mahallada to'liq ko'rinmasligi mumkin. Masalan, otaxon qishloqda ro'yxatda, lekin shaharda farzandiniki yashaydi. Yordam ro'yxati qishloqdagi mahalla orqali tuzilsa, u odamni topish qiyinlashadi. Shuning uchun yashash joyingiz, telefon raqamingiz, bank karta ma'lumotlaringiz va pasport ma'lumotlaringiz tegishli idoralarda to'g'ri ekanini tekshirib qo'yish foydali. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami. Ba'zi pensionerlarning kartasi muddati tugagan bo'ladi. Karta yo'qolgan bo'ladi. SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi yoki karta boshqa odam qo'lida yuradi. Men buni juda xavfli holat deb bilaman. Pensiya kartasi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Agar farzandi yordam berayotgan bo'lsa ham, karta va PIN kod ustidan nazoratni pensionerning o'zi yoki ishonchli qonuniy vakili bilishi kerak. Qo'shimcha to'lov tushsa, uni kim yechib olgani bo'yicha keyin oilaviy nizolar chiqishi mumkin. 4-chi nozik jihat, qarzdorlik. Ba'zi odamlar agar menga 15 ming so'm tushsa, bank kreditim yoki aliment qarzim uchun ushlab qoladimi deb so'raydi. Bu savolga umumiy javob berish qiyin, chunki pulning turi, hisob raqami, ijro hujjati va bank tartibiga bog'liq. Ayrim ijtimoiy to'lovlar himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa kartaga tushgan puldan avtomatik yechim bo'lish ehtimoli bor.
Agar sizda kredit sud qarori, aliment yoki ijro byurosi bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, pul tushishdan oldin bankdan va tegishli ijro organidan aniq maslahat oling. 5-nozik jihat hujjatlardagi xatolar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan, familiya o'zgargan, JSH shir noto'g'ri kiritilgan. Bankdagi ism bilan pensiya bazasidagi ism mos kelmagan holatlar bo'ladi. Bunday kichik xato ham pul tushishini kechiktirishi mumkin. Masalan, pensioner ayol turmushdan keyingi familiyada hujjat olgan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan, yoki otaxon ID karta olgan, lekin eski pasport raqami ayrim bazalarda turibdi. Shuning uchun hujjatlarni tekshirish amaliy jihatdan juda muhim. 6-nozik jihat. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ular ko'pincha internetdan foydalanmaydi, yangiliklardan kech xabar topadi, hujjat yig'ishga qiynaladi. Agar sizning qo'shningiz, qarindoshingiz yoki mahallangizda shunday kishi bo'lsa, unga yordam bering. Lekin yordam berayotganda uning shaxsiy ma'lumotlarini begona guruhlarga yubormang. Eng to'g'ri yo'l uni mahallaga olib borish, ijtimoiy xodim bilan gaplashtirish yoki rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olish. 7-nozik jihat ariza yozish. Ba'zi to'lovlar avtomatik beriladi, ba'zilarida ariza kerak bo'ladi. Ariza kerak bo'lsa, unda odatda fuqaroning FIShini, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, ijtimoiy holati, bank kartasi yoki hisob raqami, yordam so'rash sababi ko'rsatiladi. Lekin har doim bir xil ariza shakli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun internetdan topilgan eski namunani to'ldirib xotirjam bo'lib qolmang. Mahalla yoki tegishli idora bergan namunadan foydalaning. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, xabarni tekshiring. Agar siz 1.500 million so'm haqida eshitgan bo'lsangiz, darhol rasmiy manbalarga qarang. Prezident administratsiyasi, hukumat portali, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, ijtimoiy himoya, milliy agentligi, pensiya jamg'armasi, mahalliy hokimlik yoki mahalla rasmiy kanallarda bu haqda ma'lumot bormi? Tekshiring. Agar rasmiy manbada yo'q bo'lsa, xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Ikkinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa siz yolg'iz yashangiz, kam pensiya olsangiz, nogironligingiz bo'lsa, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa yoki oilangiz ijtimoiyga muhtoj bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'iniga borib, pensionerlarga 1000 bilan 500 ming so'mlik yordam bo'yicha ro'yxat bormi? Men qaysi toifaga kiraman? Qanday hujjat kerak deb so'rang. Savolni aniq bering. Pul berilarkanmi deb umumiy so'rasangiz, umumiy javob olasiz. Qaysi qaror asosida kimlarga qachon ariza kerakmi deb so'rasangiz, aniqroq javob olasiz. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqami, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, yolg'iz yashash yoki ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlar. Men bularning hammasi albatta talab qilinadi demayman, lekin tayyor bo'lsa ish tezlashadi. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi, karta bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, telefon raqamingiz o'zingizniki bilan bog'langanmi, shularni bankdan aniqlang. Agar pensiya naqd olinsa, karta kerak bo'lishi mumkinmi? Buni ham so'rang. Kartangizni boshqa odamga bermang, PIN kodni yozib qo'ymang. SMS kodni hech kimga aytmang. 5-qadam, ariza kerak bo'lsa, yozib bering. Arizada hissiyotga berilib, juda uzun shikoyat yozish shart emas. Aniq, tartibli yozing. Men falon manzilda yashayman. Yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdorim falon so'm. Oilaviy va ijtimoiy holatim shunday. Dori-darmon yoki kommunal xarajatlarim bor. Belgilangan tartibda moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Arizaga sana qo'ying, imzo qo'ying. Topshirganingiz haqida qayd raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Og'zaki aytdim deb qolmang. Yozma murojaatning izi bo'ladi. 6-qadam, javob muddatini so'rang. Qayerga murojaat qilsangiz ham javob qachon bo'ladi, kimdan bilsam bo'ladi, telefon raqami bormi deb so'rang. Bu juda muhim. Chunki odamlar ko'pincha ariza topshiradi, keyin bir oy kutadi, hech kimdan so'ramaydi. Natijada hujjatda kamchilik bo'lsa ham vaqt o'tib ketadi. Murojaat qilgandan keyin nazorat qilib boring. 7-qadam. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rang. Sizga tegishli emas degan og'zaki gap bilan to'xtab qolmang. Nima uchun tegishli emas? Daromad mezoni bo'yichami
Ro'yxat bo'yichami, hujjat yetishmadimi? Boshqa yordam olganingiz uchunmi? Sababni bilsangiz, keyingi harakatingiz aniq bo'ladi. Ba'zan odam hujjatni to'ldirsa yoki ma'lumotni yangilasa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 8-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Men buni yana takrorlayman, chunki juda muhim. Hech kimga SMS kod bermang. Telegram orqali pasport rasmini yubormang. Ro'yxatga qo'shish uchun pul yuboring deganlarga ishonmang. Notanish havolaga kirmang. Davlat to'lovi deb kelgan saytda karta ma'lumotlaringizni kiritmang. Rasmiy sayt manzilini o'zingiz tekshiring. Agar shubha bo'lsa, farzandingizdan, mahalla xodimidan yoki bankning rasmiy chal markazidan so'rang. 9-qadam. Oila ichida kelishib bo'ling. Ko'p pensionerlarning kartasini farzandlari ishlatadi. Bu babizan qulay. Lekin pul tushganda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun oldindan gaplashib bo'ling. Bu pul pensionerning ehtiyoji uchun berilgan bo'lsa, avvalo uning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi, qarovi uchun sarflanishi kerak. Men farzandlarga ham aytaman, otangizning pensiya va yordam pullari ularning haqqi. Ularga yordam berish boshqa. Ularning pulini izohsiz ishlatish boshqa masala. 10-qadam, qo'shnilarga ham tushuntiring. Agar siz bu videoni ko'rib, masalani tushungan bo'lsangiz, yoningizdagi keksalarga ham ayting. Lekin xabarni aniq pul berilarkan deb emas, rasmiy joydan tekshirtiring. Hujjatlaringizni tayyorlang, firibgarlardan ehtiyot bo'ling deb yetkazing. To'g'ri ma'lumot tarqatish ham katta yordam. Yana bir amaliy maslahat. Telefoningizga rasmiy tashkilotlarning raqamlarini yozib qo'ying. Mahalla raisi yoki mas'ul xodim, bank bo'limi, pensiya jamg'armasi bo'limi, ijtimoiy himoya mas'ul kabi kontaktlar kerak bo'lganda asqotadi. Pensionerning farzandlari ham ota-onasining hujjatlari qayerda turishini, kartasi muddati qachon tugashini, pensiyasi qaysi bank orqali tushishini bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 1.500.000 so'm haqidagi xabarni eshitgan har bir pensioner bir vaqtning o'zida ikki narsani qilishi kerak. Birinchisi, xabarni rasmiy manbadan tekshirish, ikkinchisi o'z hujjatlari va bank ma'lumotlarini tartibga keltirish. Har bir pensioner avtomatik bo'ladi deb shoshilinch xulosa qilish ham noto'g'ri. Umuman hech narsa yo'q deb befarq bo'lish ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l aniq so'rash, yozma murojaat qilish, hujjatni tayyorlash va firibgarlardan ehtiyot bo'lishdir. Men bugun sizlarga masalaning asl mohiyatini, kimlar alohida e'tibor berish kerakligini, qanday holatlarda pul berilishi yoki berilmasligi mumkinligini, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish zarurligini batafsil tushuntirdim. Endi sizdan iltimos, izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Mahallada ro'yxat tuzilyaptimi? Pensionerlarga qanday tushuntirish berishmoqda? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pulini, hug'ugini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.